Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli obunachilar, azizlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganch shahrimizning markazida bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, 14:16 tushgan. Ajoyib remontdan chiqib turgan podkurich xonadon bilan tanishib o'tamiz. Tayyor biznesli xonadon azizlar. Shunday hovli joylarni qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol videoni yuborib qo'yasizlar. Azizlar, kelib biz orqali joy olsalar, foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Ko'rib turganingiz, fasadlari, stроительlar ham bo'lgan, yerlar navis ham qilingan, alifallar ham qilingan. Oyoq teglari polni burchatga bo'lgan. O'zining tayyor biznes ham bor. Ko'rib turganingiz, magazindan ham ega. Xalasangiz buni zolam qilib beraveradilar, o'tib bellarni beklab polni azizlar. Xalasangiz shu magazinni o'zi bilan olsangizlar ham bo'laveradi. 14:16 tushgan 230 kvadrat metrda joylashgan podkurich xonadon. Doğru girib yashaydigan azizlar. Shahrimizning qoq markazida. Rayhon bozori ham yaqin. Hurmatli Ko'pal Qasab Rayhon bozori yaqin yerda joylashgan. Eldam ging ko'rib turgan stроительlar qilingan, girish ishlari berilgan, ajoyib yarma damir ishlardan qo'yilgan naqshlar, oyoq teglari polni burchatga bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Girgandan dalon qismi bo'ladi, katta dalon kutib oladi sizlarni azizlar. Shuni girgandan eni 4.10, uzinasi 12 metr razmida tushgan. Devorlar ata chentolar bilan ishlangan azizlar. Patologlarimiz chiroyli figuralardan qilingan, galagellar ham o'rnatilgan, lyustralar ham chiroyli neobishni xillardan asqallar. Bu yerda esa o'ng tarafimizda rakoynalar qo'yilgan, korolevskiy ajoyib sifatli rakoynalardan. Bu yerda aynalar ham o'rnatganlar sizlar. Bu yerda elektrika avtomatlar yana. Har xona uchun отдельный. Hurmatli obunachilar. Bu yerda yonib o'shadan qilagan hurmatli hozirda qilmoq ekan. Har bir narsadan e'tibor qilib, chiroyli qilib ishlov qilganlar. Yerga yerimiz, oyoq teglari kafel, kuyish yechganda yuvib silib olish uchun, o'ng'ayli bo'lish uchun kafel qilganlar. Yan tarafda polning üstünden laminat pol qilingan. Hurmatli laminatlar yayilgan. O'ng tarafimiz berimiz 5,9 razmerda tushgan shu zal atsangizlar bo'ladi. Hozir magazin bo'lib turibdi azizlar. Xalasangiz shu magazin qilib qo'yasiz, xalasangiz zal atib ham beraveradilar. Bu yerda yana chiroyli qilib oynalar ham o'rnatganlar. Chetlarida yana ramkalar bilan azizlar gilamlar ham döşalgan. Keng dalon ekan. Azizlar bu yerda televizor uchun rozetkalar ham tashlab ketganlar. Radiatorlar ham bor, ajoyib radiatorlardan o'rnatganlar. Litsenziyamiz yog'och litsenziyalardan, ikkinchi chiqadan. Hammalar keng xonalar ham, kichkina xonasini o'zi yo'q ekan. Eng kichkinasi oshxonasi azizlar. Birinchi chetdan ko'rsatib qo'yaveramiz. Ishlarimiz ham zo'r, zamonaviy, ajoyib sifatlar bilan qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, hozir bu yerdan ko'rsatishning iloji yo'q ekan. Ganda ko'rib, o'zlaringiz sodalashib olaverasizlar. Xalasangiz zolat o'tirib olasizlar, xalasangiz shu durishdan olaverasizlar. Gelişirgen holda bu yan tarafı oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham kichkina emas, keng tushgan, razmeri yana bir 3 dan ziyodroq, 320 lar bor. Uzinasi 4 metr razmerda. Ko'rib turganingizdek, kuxonniy mebellar ham o'rnatilgan, ajoyib zamonaviy high-tech uslubdagi fartuqlar ham qilingan. Bu yerda moykalari bor. Azizlar, gaz plitalar ham o'rnatilgan, vichkalari, chiroyli lyustralar ham asib qo'ydilar. Natijalar ham oshxonaga mos natijalarni o'rnatganlar. Radiatorlar ham baynang. Azizlar, ajoyib radiatorlardan. Patagoniklar, aynalar plastik almonlar azizlar. Tarafında bog' qismi ham azizlar, katta tushgan zilyonli zonalar ham bor, tapchan qo'yib, dam olish sharoitlari ham bor. Oshxonasi ham kichkina emas. Ko'rib turganingiz, kuxonniy mebellar ham tayyor. Oboylari mo'yshi, oboylari super mo'yshi. Eshiklarni to'xtalib o'tsak, eshiklar ham zo'r, ajoyib quvvatli eshiklardan qo'yilgan, arzon eshik emas. Har biri hurmatli bir 3,5-4 milyonlik eshiklardan. Bu tarafimiz esa spalni qismi bo'ladi. Eshiklarimiz neobishni ajoyib sifatlardan o'rnatilgan, koronali eshiklar ham bor. Oyoq teglari polning ustidan laminatlar yayilgan azizlar. Shu vajlardan e'tibor qilasizlar. Hamma vajni sifatli vajlardan o'rnatganlar. Razmer 5,5 razmerda spalnimiz katta tushgan. İçində sanuzelin ham ekan. Sanuzelni ham ko'rsatib o'tamiz. Eshiklar esa alyumin ramlardan, aynalı xillardan o'rnatganlar. Bir oyoq teglarimiz kafel, devorlar ham kafel bo'lgan, patologlar plastik, aristollari bor, unitazlar, bir de rakoynalar bilan ko'rib turganingiz, zubni chotga qo'yadigan idishlarni acha, savun qo'yadigan idishlar acha bor. Dushoy qilib qo'ydilar. Azizlar, akkuratlik qilib, bir de yana plantesa asosan vishilkalar acha qo'yganlar. Hurmatli obunachilar, ana endi ikkinchi qavat bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, azizlar, joyimizning hech bir yerini gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yurib turganingiz katta dalonli hovli joyimiz
bir plandan kemiz yeri yok. Optik kvadrat metr 230 kvadrat metrede joylashgan. Yani ramkalı qilib Atachento bilan ishlov qilganlar. Lyustralar ham chiroylilarini asqanlar. Razmer 4-12 metr razmerda tushgan. Bu yerda lestnitsamiz tengda kotelxonasi bo'ladi. Azlaydan ko'rib turgansizlar, katta duv kontrolni ataplina o'rnatilgan. Xonadonimiz katta bo'lgani uchun 2 etajdan qizdirish uchun yaxshisidan qo'yganlar. Suv nasozi ham bor. Azlar filtrlar qo'yilgan, stabilizatorlari bor. Hamma joyini o'rnatib qo'ydilar. Bog' qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ening bog' ham kichkina emas. Azlar. Bu yerda yozgi hojatxonalardan ega azlar. Bu yerlar ham yana travitilla qilingan fasadlari pulli. Gaz va suvdan muammosi yo'q. Hamma joy ishlab turibdi. Cho'chiklar ham qo'yilgan. Endi ikkinchi qavatı bilan danishib o'tamiz. Lestnitsamiz ham chiroyli svetidan foydalanganlar. Azlar akkuratni qilib chiqarganlar. Ustalar ham ishlarni umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ramkalar qilib taygalar bilan Atachento bilan ishlab o'tganlar. Joyimizni chiroyli qilib o'tganlar. Bir chiqadim bo'lsak, chiqqandan azlar ikkinchi etajimiz razmeri 5-8 razmerda общий площадь berni. Razmeri bir yerda 1 spalni, 2-3 spalni azlar. Bu anda 4-chi spalnisi общий 4 spalni bor. Pastki bilan 5. Keyin 2 zali bo'ladi azlar. Pastda 1 zali bor, katta şu magazinni zal qilib o'tib beradilar. Xalasan shundan olsangiz, bu yeri 1 zal hisobida azlar. Bir hol, dalan ya hol desangizlar ham bo'laveradi azlar. Bu tarafimiz 425 razmerda tushgan spalni qismi bo'ladi. Oyoq tiylarimiz ikkinchi etaj 100% tepli pol, laminatlar ham yaxshisidan yayganlar, plyunslar o'rnatilgan, devorlar aboylar qilingan, super mo'yishli aboylardan lyustralar ham asilgan. Aynalar plastik ramlarmazlar, karnizlar ham qistirilgan. Bir de televizor uchun rozetka joylari ham bor. Spalnilar ham keng. Hech narsadan muammosi yo'q. Hamma yeri akkurat qilib remontdan chiqib turibdi. Bu tarafimiz ham shu razmerda tushgan spalni qismi bo'ladi. Spalnilar ham hammasiga 425 razmerda. Bu esa tepli pol kollektorlari halayini ochib ilib qizdirishingiz mumkin. Lyustralar chasib qo'ydilar. Karnizlar ham qistilgan, aboylar ham mo'yishli aboylardan. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Shahrimizning qalb markazi Rayhon bozor Ko'pal qassobi yaqin edi. Ko'pal qassob magazindan izla. Patirxonasi bor, shuni yonidan kirib kelsangizlar bo'ladi. Bu yerda meni tepli pol kollektorlari. Bu yerda televizor uchun chiroyli qilib, televizor turadigan yerlarni o'zgacha o'tib qo'ydilar. Bu yerda rozetkalarni tashlaganlar. Bu tarafimizda kichkina spalnisi bo'ladi izla. Birimizin en kichkina xonasi ishi spalnisi. Razmeri 384,5 razmerda tushgan. 2 yerda oyna tushirganlar. Bizda yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun bu yerda lyustralar ham asilgan, karnizlar ham qisilgan, aboylar ham mo'yishli, super mo'yishli aboylardan. Qulog'ni eshiklarga e'tibor qilinglar, sizlar eshikni mustahkam eshik ekan, neobishli svetlardan. Chiroyli o'zini tortadigan svet ekansizlar. Eshiklari alyumin ramlardan, sanuzellar bu ikkinchi sanuzellar bo'ladi azizlar. Oyoq tiylari kafel, tepli pol, devorlar ham kafel, patologlar natija bo'lgan, vanna, unitaz, rakaynalar hammasi qo'yilgan. Simsitilni yaxshisidan qo'yganlar. Bu oxirgi xonamiz bir ham 425 razmerda, bir xil razmerda tushgan 3 xonamiz spalnimiz ham. Televizor uchun rozetka joylar, bu yerda konditsioner uchun, pastdan telefon zararda qo'ymak uchun rozetkalarni tashlagan. Hamma udobstolari qilingan. Shahrimizning markazida joylashgan, Qalb markazida 230 kvadrat metr 14-16,5 tushgan. Atachento bilan remont qilingan. Ko'rib turganingizdek, buni xalasangiz zal, mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, xalasangiz dalan qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 5-8 razmerda tushgan, общий razmeri. Ko'rib turganingizdek chiroyli qilib rasmlar ham qistirganlar. O'zgacha qilib remont qilganlar. Patologlarimizga to'xtalib o'tsak, MDF bilan ishlov qilib, lyustralar asilgan, o'rtalarida natija bo'lgan, qora natijalardan. Oyoq tiylarimiz azizlar laminat pol, tepli pol, gilamlar döşalgan. Ajoyib qilib remont qilib qo'ydilar. Narxini to'xtalib o'tsak, azizlar, narxini ekranda yozib qoldiramiz videomizda. Nazonya opisaniyada bemalol kelib mulkiyasini o'zlari bilan savdolashib olsangizlar bo'ladi. Mulkiyasini o'zlari bilan gaplashtiramiz, o'zlarining yonidan olib kelamiz, o'zlari bilan kelishib olaverasizlar.
Şəhərimizin bir ajoyib mestasında tayyor biznesli xonadon qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, hurmatli bo'lsa, galaslar ustida sodalashib olaversizlar. Qarindoshlarimiz bo'lsa, shunday joydan qarab yurgan videoni yuborib qo'yasizlar do'stlaringizga. Biz orqali kelib joy olsalar foydamiz degandan xursand bo'lamiz azizlar vatandoshlarimiz. Inaslar tayyor biznesli xonadon. Hurmatli obunachilar, videolarımıza like basıp, kanallarımızda yangilar bo'lsa obuna bo'lib, podpisatsiya qilib, like basıp, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, qo'ldan kelgancha sizlarga arzon narxda xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarimizda görüşguncha xayr deb qolamiz.